Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli qarindaşlar, Din ve Hayat namlı programımızga diqqat itibarыңlarni bergiňlarni qızgın qarşı alymyz. Programımızın bugünkü bölümünde İslamda qarindaşlyk haqqında toxtalymyz. Men qarindaşyňlar Abul Qasim Ahmedi, programımızdaki bugünkü ez mehmeni Ustaz Siray Najim boludy. Programımız üçün qimmatli vaqtni taqdim qilgan Ustaz Siray Najimga chin qalbimizdan rahmat aytamiz. Ustaz Siray Najim bu islomdagi qo'shnichilik haqida tushuncha bergan bo'lsa. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat. Bu islomda qarindoshlik degan bu hukm keng doiradagi bir hukm. Buni islomda qarindoshlik, do'stlik, o'zaro bir-biriga bo'lgan samimiyat, sadoqat har xil hukmni bildiradi. Qur'oni Karimda Allah Subhanahu taala bu qarindoshlikni, mu'minlarning qarindoshligini ko'rsatib, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum degan oyat mashhur sura Hujuratda. Bunun ma'nosi bütün dünyadaki mu'minlar, musulmonlar qarindosh, bir-biriga do'st, bir-biri bilan ulfat bo'lishga loyiq kishilar. Bularning o'rtasida ba'zi igizpastlik, adovat bo'lib qolsa, bularni isloh qilinglar degan. Demak, islomda qarindoshlik naytibek muhim ve asosli o'rinni egallaydi. Din qarindoshligi hammadan muhim. Ya'ni do'st insonlar o'rtasidagi muhabbat, do'stlik, aloqa, munosabat naytibek keng doirada. Ammo biz bu yerda iroda qilganimiz xususan musulmonlarning, mu'minlarning o'rtasidagi do'stlik haqiqiy islom qarindoshligi, din qarindoshligi ve mushu birinci asas. Ve şunun tarqalgan başka dostluklar ve şunun asaslık dostlukların hammasini sözleş mümkün. Yani bu İslam'daki dostluğun asası, yani bu insanların oturdaki münasebet, insanların oturdaki alaka ve insanların turmuşu en yaxşı revişte, hatırcam, köngüllük ve her xil kıyınçılıklardan, köngülsüzlüklerden yarak kaldığı bir hayat turmuşunu ötküzüş için birinci biz hacet bulduğun en mühim olan mesele benim şu qarindoshlik. To'g'ri, bu ilmonning so'zi ekan, qarindoshlik imonning jonliq ruhi, qarindoshlik eng katta ne'mat. Qarindoshlik bo'lsa sharaf va izzat. Bu qarindoshlikqa sal qarash imonning noqisligi, qarindoshlikqa sal qarash xorliq, qarindoshlikqa sal qarash ağır ziyonliq. Tarixga qaraydigan bo'lsak, Mekke'de tunji islom kengayotgan vaqtlarda musulmonlarni taraf-tarafdan bozaq qilishga uchragan. Payg'ambar alayhisolatu vassalam bu vaqtda jiddiy bir harakat qo'llanib, sahobalar o'zaro qarindoshlik o'rnatgan. Bo'lib Madina Munawwaraga hijrat qilgandan keyin cho'ng g'oyaga yetish uchun islomni ve Müslümanların izzet giriştiriş için bunun birinci kademi qarindoshlikning boshlanishini ishorat qilib Peygamber sallam darhol muhacir insonlarning o'tirisini qarindosh qilib bekitgan ekan. Bugungi kunda atrofimizga qaraydigan bo'lsak, musulmonlar hamma yerda davlatga, alhamdulillah, yani islom kengaydi, musulmonlar hamma davlatga bordi, lekin musulmonlarning hamma davlatda echinishlik ahvollari hammamizni rahatsiz qiladi. Yani bununki ulamalar aytgan, bunda holat kelib qolishning bir qancha sabablari bor. Buning muhim sabablarining biri o'sha qarindoshlik masalasiga sal qarashlik. Hozir hamda bu qarindoshlik masalasi jumladan o'zimizda bu qarindoshlik masalasida nurg'unlagan masalalar bor. Atrofimizdagi do'stlarningki qarindoshlikka qaraydigan bo'lsak-mu, buningda nurg'unlagan isloh qilish ehtiyoj bo'lgan ko'plagan talablarni ko'ryapmiz. Endi musulmonlar qachoniki shu qarindoshlikni isloh qila olsa, qarindoshlikni kuchaytira olsa, qaytadan qarindoshlikqa bir nazar qilib chiqib, qarindoshligimizni qaytadan boshlay olsak, inshaalloh qolgan boshqa ishlarda g'alabaga erishishga bo'ladi. Bu bugungi kunda hozir shu qarindoshlik asosan nihoyat sodda bir tushuncha bilan faqat mol dunyoga bog'lanib qolgan. Kichikgina bir foyda bo'lib qolsa, payda qilgan bilan do'stlashib ketgan. Kichikdan biri paydadan mahrum qolsa, do'stlikdan ketishib ketgan. Shu ulamolarningki bu qarindoshlik imonning jonliq ruhi deyishning sababi nima? Bu imonning ifodasi qarindoshlik qurilgan gapgan.
Yani bir qarindoshlik katta ne'mat. Şoň Allah Taala Qur'oni Kerimde bir qancha oyatda bu haqda buning ishorat qilgan, bo'lib Allah Taala sizlarga bir ezib nimaning girviga kelib qolgan edinglar. Allah Taala hammanglarni shunda nim bilan qarindosh qildi, sizlarni do'zaxdan qutqazdi degan oyatlar bor. Qarindoshlik bu sal qarash iymonning bu ojizligi, noqisligi. Shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisda o'zining qarindoshiga yaxshi ko'rgan narsani o'ziga öz nefsi qarindoshiga nima yaxshi ko'rsa shuni yaxshi ko'rmoqlik bo'lmaydi. Ya'ni iymon kamil bo'lmaydi. Demak, qarindoshlik sal qaraldi ekan, unda odamning iymon naqis degan ishorat chiqqan ekan. Qarindoshlikqa sal qarash xorliq endi. Bu yuqori deyilgandek, hozir buning misolini bilan o'zimiz jamiyatni ko'rib olaymiz. Sal qaradik, xorliq keldi. Qarindoshlikqa sal qarash og'ir ziyon. Bu dunyolikda ziyon, oxiratda ziyon. Darsimizning keyingi kelimalarida to'xtalamiz. Bu qarindoshlikqa ahamiyat bersak, dunyoda iz bo'lgandan sirt, oxiratda Allohning arshining ostida hech qanday bir soy yo'q yerda o'tirganligiga hadislar ishorat qilingan. Endi mushu do'stlarimizningki hozirgi mushu qarindoshlikqa sal qarash illatlarga jumladan o'zimizdagi buni qanday qilganda isloh qila olamiz? Bu haqda bir endi shu eng muhim masala zodi bu qarindoshlik, mayli islomiy qarindoshlik va boshqa manfaat qarindoshligi bo'lsin, zodi bu qarindoshlikning haqiqiy mohiyatini başta biz musulmonlar tushunishimiz lozim. Yani biz bu yerda bu programni qilib bizdagi qarindoshlikni aytib yaxshi, ammo bizning boshqa qarindoshlarning qarindoshligida masala bor deganlik emas. Bu vaqtdagi vazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin degandek, başta biz o'zimizga nasihat qilamiz. Haqiqatan bu qarindoshlikning islomdagi o'rnini tushunishimiz lozim. Yani Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mashhur hadisi var. Allah qiyomatda Allohning üzünün sayəsindən, ərisinin sayəsindən başqa sayı yox vaxtda mahşər günüsü 7 türlük insanğa üzünün sayəsinin sayı biridir deydi. Bu 7 türlük insanın şu birisi şundaq Allah yolunda bir-biri bilan dostlaşqan, qarindaş bolğan və Allah yolunda birləşkən və Allah yolunda ayrılğan kişilərə Allah şu qiyamətdə heç qandaq sayı yox yerdə sayı biridir deydi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məşhur hadisi var. Erişinin etrafında şundak minberler var, nurdin. Bu yerde insanlar var, bu insanlarınki kiyimleri mi nurdin, çırayı nur, hem bir tarafı nur degende, bizge süpetlesen kimler o ya Resulullah degende, Peygamber Aleyhisselam, bula peygamber mi emez, şehit mi emez? Lekin ularının mertebesi şundak peygamberler ve şehitlerinin mertebesi de degen vaxtıda degen. Ama ular kimler bizge süpetlep versen ya Resulullah degende, Peygamber Aleyhisselam, bu Allah yolu da bir-biri bilan dostlaşqan, qarindosh bo'lgan va Allah yo'lida birga kelgan, Allah yo'lida bir-birini ziyorat qilishgan, bir-birini yo'qlashgan, bir-birining holidan xabar olishgan insonlar degan. Ya'ni bu darajada Payg'ambar alayhisolamning bu qarindoshlikqa bo'lgan muhim o'rni, qarindoshlikning dunyo oxiratdagi o'rnini ko'rsatgan ahvolda biz buning sal qarashimiz haqiqatan bizning iymonimizda ve biz işengen bu İslam, biz işengen bu dinimizde mesele varlığı ve bizim imanımızın azizliğini derek veredendi. Şu sebepten biz bu qarindoshlikqa nayet köp ehemmiyet verişimiz ve bizden etrafımızdaki qarindoshlardan azrak bir mesele sadır olsun ya gep sözlü ilgisizlik olsun bunu şu Allah yolda keçirip bu benim dini qarindoshim, bu bizden dostlarımız bu aramızdaki dostlukni hiç qandaq narsa buzanmaydı degan bir tushuncha bilan o'tirib chiqsak, bu ishlar hal bo'lib ketadi. Unda olsa bu qarindoshlikdanki muhimligini bir qatim hammalarga eslatib o'tgan bo'ldik. Jumladan o'zimiz qayta bir bu vaqtda isloh qilish niyatiga keldik. Endi shu qarindoshlikdanki adab axloqlari. Bu vaqtda biroz to'xtalaylik. Endi qarindoshlikning adab axloqlari desak, başta biz qarindosh bo'ladigan, do'st bo'ladigan haqiqiy do'stni tanlash lozim. Bunun birinci adabından zaten biz kimler bilan do'st bo'lamiz, kimler bilan do'st bo'lmaymiz. Yani adavatliş meselesi başka. Normal insani muamelede biz kimler bilan do'stlashimiz degan vaqtda bunun bir qancha turli adabları ekan, aqalli biz bir aqlliq foyda-ziyanni biladigan, o'zining kimligini biladigan, o'zining dinini biladigan, do'st dushmanni farq etadigan bir aqli o'sha joyida
insanlar bilan do'stlashishimiz lozim. Halqadek ahmaq, jahil, o'zining kimligini tanımaydigan, do'st bilan dushmanni farq etmaydigan, halqadek hatta ya onunga bir so'zlashsang, onun sana payda kelmaydigan, sen payda vereydisan, senin paydangni qabul qilmaydigan, bunday insonlar bilan do'st bo'lib bo'lmaydi. Shu sababdan do'stlikning birinchi sharti shu aql insonlar bo'lish, jahillardan yiroq turish demakchi. İkincisi, biz her qachon bir kishilar bilan do'st bo'ladigan bo'lsak, insonning axloqiga qarashimiz lozim. Ya'ni men aloqa qilgan insonning axloqi qanday, bu insoniy muomalasi qanday, kishilar bilan muomalasi qanday, buni hal qilmasak, halqadek bir misollar bor-ku. Ülpütün qavg'osi yeyishing bir narsa degandek. Shunga o'xshash biz bu shu do'stlashishda, haqiqiy islomiy qarindoshlikda axloqi yaxshi kishilar bilan ular bizni yiroq qolsa-mu, iloji va ularga yaqinlashib, ulardan foydalanishga, ular bilan do'stlashishga, qarindosh bo'lishga tirishishimiz lozim. Shu sababdan yaxshi axloqli kishilar bo'lish kerak. Onun için bir taqvodor insonlar bilan qarindosh bo'lsak, albatta bunun hiç olmasa bizga manfaat kelmagan taqdirdami, uning ziyni kelmaydi. Hiç olmasa uningki yomon nachar axloqlardan bizga özümüzü yo'qtirolmaymiz. Shu asosda bu yani o'lchamlari bek ko'p. Biz shuni qisqartsak, birinchi aqlliq, ikkinchi yaxshi axloqliq, uchinchi taqvodorlik desak, taqvodorlikning ichiga nihoyat ko'p masalalar kiradi. Buningda kishilar bilan bo'lgan muomalada, muomalasi yaxshimi, boshqalar qanday muomala qiladi, halqadek takabbur, boshqalarni mansitmaydigan odam bo'lmaslik kerak. Bu shunday nurg'un shartlar bo'ladi endi. Qisqasi bu haqiqiy turda qarindoshlikning adab axloqlari shuncha keng doirada bo'lsa-mu, biz endi buni murakkablashtirmasdan iloji va biz aramizda imkon bor biz boshqalar bilan bo'lgan do'stligimizni, rishtimizni chingitishga, do'stlashishga, haqiqiy bir musulmon qarindosh bo'lishga tirishishimiz lozim. Shu asosda bu do'stlikning adab axloqlarini shunchalik so'zlasak bo'lishi mumkin. Facebook bu ondaylar Twitter'da chiqib ko'raman, ba'zi do'stlik haqida, qarindoshlik haqida, qarindoshlar har xil narsalarni yozib yo'llab. Onun ko'pincha zaten to'g'ri. Ana shuni hammani yig'ilib kelgan vaqtida mana shunga asosan biz do'st bo'lgan odam birinchi aqlli bo'lish kerak. İmandor bo'lish kerak, taqvo deganning ma'nosi. O Allah'ın qo'rqadigan taqvo bo'lsa, o bizga shu vafo, do'stning vafo bo'lish kerak, u bu deb so'zlab shu vafo qilish uchun shunda aql bo'lsa, iymon bo'lsa, vijdon bo'lsa, o bizga vafo qiladi. Eksi o yaratgan egisini tunamaydigan inson bo'lsa, yaratgan sana ne'mat bergan, yo'q yerdan paydo qilgan, eganga vafo qilmagan insonning do'stning vafoning kelishiga kutish qiyin endi. Şuna bizningki do'st bo'ladigan odamningki asosan aqlli, iymondor, taqvodor shunday odam bo'lishiga alayda biz diqqat qilsak, inshaalloh do'stlikda muvaffaqiyatlarni qo'lga keltira olamiz. Endi bu qarindoshlik bo'lgandan keyin qarindoshlikning albatta ham bir qarindoshda haq-huquq bo'ladi. Biz bu qarindoshlikning haq-huquq ustida biroz tushuntirib o'slar. Bu haqiqatan har qanday ishning bir bedeli var. Hem bu İslami qarindoshlik, biz din qarindoshlik deydiganmiz ve normal insanlar oturduk münasebette elbette biz birisi bilan do'stlashdik, qarindoshlar o'tirdi. Bir qancha turlik haq-huquqli bo'ladi endi. Eng oddiysi bizning qarindoshimiz bir qiyinchilik chiqib qolsa, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, boshqa jihatdan bo'lsin, biz darhol bütün imkoniyatimizni ishga solib, qo'limizda pul bo'lsa pul, huquq, mansab bo'lsa mansabni ve imkaniyetimiz bo'lsa uni ishga solib shu yeni bizning haqiqiy qarindoshimning qiyinchiligini hal qila oladigan bir seviyede bo'lsak bo'ladi. Bu endi eng birinchi darajadagi huquq shu biz o'zimizdagi narsalarni, imkoniyatlarni o'zimizning qarindoshimizdan ayırmasligimiz bu birinchi haq. Onun keyin yani biz do'stlik, qarindosh bo'ldik dedik. Haqiqiy qarindosh bir-biriga hamkorlashadi, birbirinin dert elemlerini hemden buludu. Bütün imkaniyeti bilen dostqa yardım kıladı. Ama şu elqadaki köp insanlarda davamlıq mail sildigəndək Facebook'da olsun, Twitter'da olsun anlayımız. Haqiqiy dost senin beşinci gün düşkəndə sen bilen birgi bulalığın insan dostaydı. Yani bu dostluk yani haqiqiy dostluk buludu.
Ondan keyin insan bizning haqiqiy do'stimiz, qarindishimizning biz mayli boy yerida bo'lsin, mayli yo'q yerida bo'lsin, shu qarindoshning alayhiga, ziddiga so'z qilmasligimiz lozim. Bu qarindishimizni biz yo'q yerida boy yerida o imkoni yo'q, albatta uni mudofaa qiladi. Ammo yo'q yerida biz shu qarindishimizni mudofaa qila oladigan, qarindishimizning ayib nuqsonlarini ko'rmaydigan bir imkoniyatni o'ttirg'i chiqarishimiz va biz shuni o'zimizni ko'ndirishimiz lozim. Yani bu hamda do'st qarindoshga bo'lgan eng oddiy haqqi endi. Yani bu to'g'ri inson ba'zi xatolashidir. Ba'zi qarindishingdan ba'zi ishlar sodir bo'lsa, uning ichida ham sabr qilolmay, ba'zi so'zlab qoladigan ishlar bo'ladi. Ammo bu shu inson haqiqiy bir qarindoshlikni o'zlashtirman deydi ekanmiz. Buningga sabr qilishimiz va qarindishimizning imkon bor aybini yo'gab, yaxshiliklari bo'lsa, uni namoyon qilib, yaxshiliklari bo'lmagan taqdirda hech bo'lmasa biz sukut qilishni o'zimizga nima qilishimiz lozim. Bu munosabatdan ham shu qarindoshlikni ching'itadigan, kuchaytiradigan bir qancha omillarni o'limali o'tirib qo'ygan ekan. Shuni bir oz bu yerda qistirib o'tishni muvaffaq ko'rdim. Payg'ambar alayhisolatu vassalam bir hadisida sen bir odamni yaxshi ko'rsa, cho'qim uni yaxshi ko'radiganligini deb qo'ysin. Biz nurg'unlagan masalan qarindoshlarimizni yaxshi ko'ramiz. Nereden? Onun taqvoligiga, uningki halol odam ekanligiga, yaxshi odam ekanligiga, axloqli odam ekanligini ko'rib yaxshi ko'ramiz. Ammo yuziga uni biz sizni bir Alloh yaxshi ko'raman deyishni sal qaraymiz. Shuning bilan u do'stimizdan ziyon tortib qolamiz. Shunga bu do'stlikni kuchaytirishning yo'llarining biri biz yaxshi ko'rgan qanday odamga xabar qilib qo'yish bu payg'ambar sollallohu sunnati ekanda. Ikkinchi bu endi shu do'stlikni kuchaytiradigan yana eng oddiy bir usullar bu ham sunnatning asl dalili va shunda qarindoshlarimiz bir safarga mangsa, bir yerga mangsa, uni chiroyli uzitib duo qilishni tilashgan. Buningda Hazrati Umar roziyallohu anhu aytdi, men payg'ambar alayhisolatu vassalamdan bir umr qilib kelay deb ruxsat so'ragan edim. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ma'qul do'si umr qilib kelgan deb ruxsat berdi. Shuning bilan Rasululloh ruxsatni berib aytdik, "Ya Umar, bizga shu haramga kelganda duo qilishni unutma" degan kerak payg'ambar alayhisolatu vasallam. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytdi, "Men Rasulullohning bu so'zini dunyoga tegishmagidek bir so'z angladim, xursand bo'lib ketdim. Do'mi bu so'z meni esimga kelsa, ashu Rasulullohga bo'lgan muhabbatimni taqim ashuratdi" degan ekanda. Endi biz uni sal qaraymiz. Albatta bir qarindoshning bir qarindoshga duo eslab turish, duo qilib turish, u qarindoshimizning bizga duo talab qilish, qarindoshlikni kuchaytiradigan omillarning biri ekan. Yana biri qarindoshlikni kuchaytiradigan omillarning biri qarindoshlarimizni, do'stlarimizga uchragan aman, onunga tabassum, illiq chiroy, qarash. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir hadisda sizlarning biringlar bir yaxshi ishni hargiz tuvan ko'rmasin. Kichikkina ish bo'lsa-mu, tuvan bir yaxshi ish bo'lsa, buni qilib tursin. Agar yaxshi ish topolmasa, bir birodarga yaxshilik qiladigan, hech qanday ish kelmasa, shu birodarlar uchrashganda chiroyli tabassum chiroy uchrashsin. Agar bir go'sht sotib olsang yoki bir go'sht qaynatsang, suyini jiqroq qilib, unadan sen shunda qo'shnilaringga, o'zingning do'stlaringga bergin degan mazmunda payg'ambar sollallohu alayhi vasiyatlari bor. Bunun chiqdiki, biz qarindoshlarimizga hech bir ish qilib bermasakmi, illiq chiroy muomala qilish. Yani payg'ambar sollallohu bir hadis var bu haqda, mashhur. Tahaddu tahabbu degan. Yani o'zaro hadiya berishib turinglar. Shuning bilan do'stlikni kuchaydi. Yani bu do'stlikni kuchaytirishning yo'llari bak ko'p. Boshda uchirgandikilar salom qilish. To'la ba'zi qarindoshlar yo'lda uchrashsa ko'mas qilib o'tib keladigan ishlar bak ig'ir. Bizning xususan bu Uyg'ur jamoatida ko'mas qilib o'tib keladigan. Asli bu bir musulmon uchrashganda onunla salam qilishning o'zi cho'ng bir ne'mat, ham bir cho'ng ibodat, savob ish. Ham mushu savobni normal bir ishlar bilan, hali qanday qarindoshlar bilan ko'masib o'tib keladigan ishlarimiz bu faqat bo'lmaydigan ish. Buningga sal qaramaslik lozim. Yana bu Minhajul Muslim degan kitobda Abu Bakr Jazoiri degan shunday bir so'zi bor ekan, haqiqiy qarindoshlar o'ttirida qarindishingning sen bir gunoh qilib salgan, gunohi kabir o'tkazib salganni ko'rsangmi,
Onunla derhal ben bağ falan yerde ma günahını tutturdu. Bugün tatip ben bununla alakamını kesinmen deplam, alakanı kesme. Onunla münasebetini burun kadar sakla ama onunla normal sen nasihat kıl. Ya ki bulmasız bu günahı ne için sadır kıldı? Yani bu benim sen kardeşim bunda günah sadır kılgan adam emas. Nemi kapıl oldu, nemiş kılgan dep onun ilacı var bir nasihat kılıp çıraylıkça bunu hal kılış lazım. Uyadın birisinin yani bu bazı işler sırtın karamakı günahda görüngen bilen emniyette onun sırrı dünyasını bilmeyimiz. Şu asasta bu hakiki dostlukunu çıngatışının yolları nait bek köp ilacı var. Bunu da sabırçanlık buluş, kırındaşlığa karta şundak yaman güman kılışını taşlaş devamlık biz kırındaşlarımızın yaxşı güman kılış. Azrak bir vaka sadır olsa ya ki birisinin ma falanın işiminde iken ya bu bunun da hatalıkları iken ya panalılan maaşını kılışıptı ya pustanılan muamelede çadak çıkarıptı dese o üzümüzden hakiki kardeşimizden üzün ukup ahval neme iş olgan degen narsani so'may turiblam boshqa yo'ldan anglab adovatlashadigan qaramay mangadigan gumonxo'rlik qilish bizga faqat yoqmaydigan ishlar. Endi yana shu do'stlikni chingitadigan, qarindoshlikni qo'lga keltiradigan amillarning biri bizningki qarindosh bo'lmoqchi bo'lgan ya qarindosh bo'lib bo'lgan birodarlar bo'lsa, bu bilan badikat ziyoratni ko'paytirish. Bu vaqtda bir hadis qudusi var ekan. Allah Teala mening muhabbatim mening barimda muhabbatlaşganlarga vojib bo'ldi. Mening haqqimda bir-birini ziyorat qilishganlarga, mening haqqimda bir-biriga sovg'a salom qilishib turganlarga meningki muhabbatim vojib bo'ldi. Bu haqiqatan biz buni bek cho'nqiraymiz. Şunu biz qarindoshlarimizni imkonmish ziyorat bir-birining uylarına olsun. Hiç bo'lmaganda bugungi kunda telefon ziyarati. Bazı qarindoshlarimiz qiladi. Taş yani bir karşı taraf do'sti telefon qilmag'ichilik, telefon erishga bo'yni bo'lmaydigan ahvollar. Telefon qilsa qo'shilib ketadi, naydi. Ama o'zi telefon qilishga sal qarab qolgan ishlar bor. Bu anda insan tuyup tuymay şu bizdeki bir kibir degan xapilik, o takabburlikninki alameti endi bu. Hele kadar qarab turib telefon qilmaydigan, hatta bir hojatimiz tushsimi, bu menga telefon qilmadi uzun bo'ldi. Meni tashlab etdi. Men buni yapmayman deb qiladigan ishlar hammasi kibrning jumlasidan. Valanki insonning qalbida qichining danishchilik kibr va adam jannat kirmaydi degan Buxoriyning mashhur hadisi var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ahvol bunday bo'lsa, mushu biz o'zimizning qarindoshlik rishitimizni texmi chingitish yo'lida bizga mushu yomon illat kibr buningga to'saliq bo'lsa, qat'iy bo'lmaydigan ish. Yana bu endi rishtimizning mushu qarindoshlik rishitini chingitadigan amillarning biri qarindoshlar o'zaro bir-birini munosabatlar har xil bir munosabatlar kelganda tabriklab turish. Masalan, bir qarindoshimizga Janob Alloh farzand berdi. Bu munosabat bilan adam baka biz ziyorat qilg'ili yoki bir telefon qilg'ili ba'zi inson sil qarab qolsin. Munosabat bo'lgandan keyin darhol shu munosabat bilan elib bir farzand kelgan bo'lsa uni tabriklash, uyni ko'chgan bo'lsa, yoki bir narsa yangi bir narsa sotib olgan bo'lsa, har xil bir munosabat bilan shu qarindoshimizni tabriklasak, cho'qimki qarshi tarafdan inson qalbi eriydi, unga bo'lgan bir muhabbat ziyoda bo'ladi. Bu muhabbatdan yuqori deganigidek, bu qarindoshlik rishtimiz chingsa, biz birinchidan Alloh azza va jallaning rahmatiga erishamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda yuqorida bu oyatni so'zlab o'tdilar. Bu qarindoshlik degan Allohning katta ne'mati. Qarindoshlik bilan millatning beshiga kelgan, ummatning beshiga kelgan xorliq ketadi. Zulmga uchrash tugaydi. Qarindoshlik kuchaymaydi ekan, qaga ishlarni gap ochmoq qiyin. Hamma ishning g'albininki har qanday muvaffaqiyatninki birinchi qadami biz mush qarindoshlik ulumuzni mustahkamlab chiqsak, bir-birimizga bo'lgan ishonchlik, bir-birimizga bo'lgan do'stligimiz kuchlanib maqsa, inshaalloh biz Allohning rahmatiga erishimiz, dunyoning izzatini erishimiz, oxiratning ham izzatidan Alloh berman deb va'da qildi, arshining tuydi. Hech qanday bir soy yo'q kuni. Hatto bu payg'ambarlarmi, shahidlarmi shunda bu kimda ajoyib degidek hamiz qarışıp ketgedek bu o'rin Alloh yo'lida do'stlashganlarga
qarindoshlarga berilganligini tunib o'tdik. Alloh hammamizning jumladan o'zimizni ham o'sha qarindoshlik masalasiga ahamiyat beradigan musulmonlardan qilsin. Endi bu shu qarindoshlikninki bara bu vala bara qanday bilan qarindoshlik bo'lish, qanday yerning qarindoshlikdan yiroq do'stlik talab qilsa buning do'stligini qabul qilmasligimiz kerak. Bu haqda yana bir tushunchasizlar. Şu qarindoshlikda, aniqdagi qarindoshlikning prinsiplari asosi bu tavalla, tabarra degan ikki hukmga bo'linadi endi. Bu arabchada tavalla, tabarra degani Allah'ın dostu bilen dost buluş. Yani Allah yaxshi ko'radigan, Allah'ını mı yaxshi ko'radigan mu'minlar bilen dost buluş ve Allah'ın düşmanları bilen çıkarıga buluş, ular bilen haqiqiy dost bo'lmaslik. Yani bu prinsipni xususan biz Uyg'ur cemaatine ait yaxshi tushunishimiz lazım. Nimishqa biz davomli shundaq biz bilan dindosh bo'lmagan, biz bilan qon qarindosh bo'lmagan, balki bizga zulm qilayotgan, bizga bütün kuchi bilan o'zining yomonlik g'arazini, yomon niyatini chechayotgan, bizni balki bir maydonda yashash, bizning yashash haqqimizni e'tirof qilmayotgan bir dushman bilan yashashga majbur. Bunday bir yomon vaziyatda biz musulmonlar shu Allohning do'stini do'st tutish va dushmaniga düşmanca muamele qilish prinsipini bilishimiz lazım. Buningda nəhayət ko'p bir dairasi ko'p masala bu. Ham bak sezgir, hassas masala. Yani bizning başta degandek bütün müminler Allah'ın müminleri bizning qarindoshlarimiz, bütün müminler bizning qarindoshlarimiz dedik. Unda olgandan keyin musulmonlarimiz bir qarindosh, bir-biriga yani bütün imkoniyati bilan birlashishga, ittifoqlashishga, qarindoshlikni kuchaytirishga tirishishimiz lazım. Xuddi mu'minga xuddi bir binoga o'xshash. Binoni hammasini bir-birisi chingitadi deydi o. Şu mazmuni. Shunga o'xshagan mu'minlarning o'tirdiq qarindoshlik aytib puxta bo'lish lazım. Ammo dushmanlarga qarata bizga zulm qilgan, bizga yomonlikni iroda qilgan insonlarga qarata biz ular bilan chek-chekerimizni ayrım tutuşumuz lazım. Ular qarta muamelini şu düşmanga qilgan muamele qilishimiz lazım. Yani onun ma'nosi yolda uçursan uçurayada tükürüp tırlab mangan emas. Biz normal ijtimoiy munosabatda ular qarta muamelini chek-chekerini oturup qo'yish lazım. Hech qachon bir düşmanni, bir kafirni bir musulmon bilan bir o'rinda qo'yishga bo'lmaydi. Ammo maalesef yomon yerleri bizning Uyg'ur cemaatida o'zining mayli iqtisodiy manfaati olsun, ijtimoiy o'rni olsun, ya mansab olsun, bir türlük nurg'un masalalerde o o'zining musulmon qarindoshlarini bir yerga qo'yib, shundaq zolimlarning, dinsizlarning, kafirlarning, o boshqalarning arkasından yuguraydigan, ularga xushomat qiladigan, ularga hadis o'qitlarni bilib turadigan ishlar bu nayt bek ig'ir. Bu hamda mushu islomning qarindoshlikning mushundaq tavalla tabarra Allah'ın diniga dostluğu dost buluş, düşmaniga düşman buluş prinsipiga tamamen zıt işler. Yani mushu ishlarni haqiqiy musulmonlar bunu albatta farq etishi, his qilishi lazım. Eğer bunda qarindoshlikda dost düşmanni, musulmon kafirni farq etmaydigan insonning topgan pulusi haram, ularning muomala qilishmi haram. Unda insanlarni insan qatorida ko'rishmi haram. Nimishqa sen o'zingning diniy qarindoshingning bedeliga, uning manfaatining ustiga sen zalim bilan, kafir bilan, dinsiz bilan apaq-chapaq bo'lishing, uning bilan og'iz burun yalishishing o'zi sening insoniyatning ne kadar tuvanligi, tushkunligi, pastligini bildiradi. Shuning uchun bu islomda bu bek xatarlik masala. Bu İslam'da emas, bu insaniyet dünyasıdır mı? Bu dünya, biz zaten bizden menfaatimiz nerede? Bizden zihnimiz nerede? Müminin dostlarım kayada, düşmanlarım kayada ve kaysı meydan duruş lazım. Bunu his kılamazsak bizde bir insanlık, Müslümanlık, bir millet buluş salayetimiz yok aydandı. Şunun için bu xatarlik meseleler. Bunun karta nayeti yaxşı insanların düşüncesi aydan buluş gerek. Bu qarindoshlik masalasining muhimligini taxamuch unqilib tushunyapmiz. Yani bu meselelerge taxamu bo'lgan ko'z qarashimizni taxamu kuchlantirishimiz uchun, yaxshi bir tushunchalarni bilib olishimiz uchun, ammo shu qarindoshlik haqidagi
selef salihlerinin, ulamaның bazı sözlerine bir tuttuğum geldi. Müminlerin emiri Ömer ibn Hattab radıyallahu anh aytqanken, Allah azze ve celle sana bir Müslüman bir dostuna rızık vergen bolsa, sen bunu nihayet pek çın tutqı deb tablağanken de Ömer ibn Hattab. Bir Müslümandan sana Allah bir qarindaşına rızık vergen bolsa, bunu pek çın tutqı. Bu İmam Ahmed rivayet qilgan hadis. Yani bazı qarindaşlarımızın körümüz. Konu burun dostlarını taşlap koyup durup, yenidən dost izleydigan. To'g'ri, yenidən dost izlenip, qizib, dostumuz qancha ko'paysa yaxshi. Avvallikimiz ba dostumuzni onu çın tutuşumuz kerak. Qo'yib bermas. Madem o taqvo, shariatga o'lchamga tushadigan iymondor, vijdonli bir do'st ekanmiz, ba'zi insonchilik xabluqlar bo'lgan bo'lsa-mu, afv qilib, ko'chirim qilish orqali, ya'ni qadimiy do'stingni plandan çın tutgan, onu qo'yib berma deb vasiyat qilgan ekan. Yana Ömer ibn Hattab radıyallahu anh'ın ki yani bir alaylıkları zikr kılınan bir hadiste. Ömer ibn Hattab kişilik namazını okup, tahajjudini okup, arlıqlı dualıda bizden ki nemelik dua kılıdı iken Allah yolda qarindaşlarga dua kılıp şunun bilen onun iştiyaq tutup ketdi ekan da. Yendiki xuddamları hatta ayolları onu anlağanlığını rivayet qilgan. Bu kişi nimancha tanatmas ketdi. Şu Allah yolda dostlarga dua kılıp onu izi gelip sığınıp gidip bu kişi uzarıp gitti. İştirak tanıtsa ben tan yürüse ben şu dostumun bir kurvasam buldu da bu hidayet bulup gitti. Bomdat namazını okup mescidine inipla şu yeni bir yüzde yaki etrafındaki mahallede başka mescid namaz okuyan dostlarına cügürüp tizlikle berip yoklap kucaklaşıp gitti dedi Ömer ibn Hattab radıyallahu anh alaydaki. Man qarindaşlıkka Ömer ibn Hattab radıyallahu anh muşa kadar ehmiyet bergen. Yana Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh o'zining ashablarini Allohga ziyorat qilib berib aytganki, sizlar bo'lsanglar, mening g'amimninki ketadigan, sizlarni ko'rsam mening butun g'am andishlarim ketadi. İnsan haqiqatan biz do'stga ehtiyoj, do'stsiz yashamak qiyin. Bir odam yurak og'ridigan ishlar bo'ladi, ko'ngilsizlik ishlar bo'ladi. Qarindoshlarimizni ko'rsak, cho'qim butun g'am nimalarni unutmaymiz. Ro'yatimiz boshqacha yanildigan gap. Şunun o'xshash yana nimadan Ömer ibn yani nimaning bir so'zi bor ekan. Abu Bakr, o'sha Ömer ibn Hattab radhiyallohu anhu haqida rivoyat qilgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu bir yerda ko'rib qolib qolsa, Abu Bakr radhiyallohu anhuning boshlariga suyib ketadi dedi. Allohga yaxshi ko'rganlikdan. Endi albatta Ömer ibn Hattab bilan bu Abu Bakr radhiyallohu anhuning do'stligini tasvirlab tugatkisiz chin do'stlik bo'lgan qarindoshlik buni o'tirsa ekan. Sığınıp ketip bir qancha saat ayrılıp qolib qolsa, bir yerda ko'rsa, qaytib uchrashsa, boshlariga suyib ketadi deydi. Bu vaqtda nurg'ulgan ulamaning so'zlari bor ekan, vaqt munosabati hammani deyish bu yerda vaqt yetmaydi. Al muhim biz shu salaf solihlarningki bu qarindoshlikqa bo'lgan yo'llardan biz o'rganib, qarindoshlik muomalamizga alayda bir ahamiyat bersak demekçi. Yani bu meselede şu qarindaşlıkның en xatarlik bir amillerinden ve bir yardım kelatıdım. Bunda qarindaşlıkni biz imkan ba dini qarindaşlık, her xil qarindaşlık, ijtimoiy münasebet qarindaşlık, qarindaşlıklarni kuchaytirishimiz, dostlarımızı köpeytişimiz ve dostlarımızla oturdaki münasebetini kuchaytirishimiz lazım. Ama bunun en xatarlik meseleden birisi şu aramızda, hususan bizning cemiyetimizde Uyghur cemaatçilikide ağır körülüyatkan mesele şu menfaat dostluğu. Bu hemmenin yaman xatarlik meselendi. Ama ben bildiğim bazı insanlar Türkiye'de mi ba, Mişe'de mi ba, başka vatanda mı, elikdek devamlık badi keldisi koyup, her hafta demeliş günleri olsa aileler bir yere yığılıp oturuşkan, sohbetleşken, nihayet ünsü ülpetlik, belki hoşal koram, inak bir dostlukla davamlaştırgan. Ama bularını qaradığan bolsak, tolusunun akısta elikdek bir menfaati var. Ticareti birgi bolgan, şirikleşken, ya ki onun mal aladı, bunun mal satıdı, bir işi bağındı. Ama şu menfaat üzülgen künüsü bazı vaxtında şundan yaxşı qarindaşlarının tosatdan xuddi qaynagan su, qazanğa su qo'ygandeklam to'xtab qolgan, ailesi bir yerga kelmagan,
bu biz biladigan naqadek hafta-haftada o'ltirish, yig'ilishadigan ishlar to'xtab qolganini ko'ramiz. Bu acaba nima bo'ldi, bu nima ish bo'ldi desa, buni surishti qilingan taqdirda bularning shunday tijarati bo'lgan va ishi birgaydi, ya bu tijoratdan ayrildi, yoki bo'lmasa bularning olg'i vergisi tugidi. Şundan münasebet kesildi deydi. Yani bu endi şunday batıl xatolik ustiga qurilgan do'stlik endi. Şuna bu do'stlik haqiqiy turda Allah uchun bo'lsa, islomiy qarindoshlik bo'lsa, yoki bo'lmasa bir insoniy qarindoshlik demamdi. Men madamni mama uch ishlarni yaxshi ko'rdim dedikmi, uning hech qanday manfaat to'qinishi bo'lmasligi lozim. To'g'ri, bu din menfaat üstüge kurulgan din. Biz Müslümanların menfaati var, dinimizin menfaati var, özümüzün menfaatimiz var. Ama bu menfaatini biz maddeye bağlayıp koymasımız lazım ki bu maddi alakamız üzülgenlikle bu dostluk alakamı birlikte tükep geldiğin. Şunu bizden bu riştimiz, kırındaşlığımız hakiki kırındaşlık olsa, şunda kıyamette Allah'ın sayesinden sayıdaydıgan, bizni cennetke elip baradığan, muşundak ulu gayelik bir kırındaşlık bolduğan olsa, bu maddi menfaatlerden tamamen hali buluş lazım. Eğer ondan bulmagan takdirde bu kırındaşlıkka ağır ders gidiyor, kırındaşlığımızı biz saklayamayız. O vaxtıda bizden İslam'ımızda mı çatak çıkıyor, imanımız çatak çıkıyor, bizden yüksek gayemiz boğan Allah'ın rızalığı erişiş digen bu gayege yetişimiz kıyım bu kaladı. Şunu sebepten bu dini kırındaşlıkta şu menfaat kırındaşlığı bulmasın, dini kırındaşlık, İslami kırındaşlık buluş lazım. Tamam, bu vakti ulemanın nurgulanan sözleri vakat, bazı kıssalı vaken, elbette sizden söyleyen kıssalı yeterlik. O dünyalıktan ki üstüge menfaatine bağlanan dostluk, şu menfaatin çatak çıkan saatinin, sükunutun içinde öğren bulup tügeydi. Hatta o düşmanlaşıp gidiyordu değil. Allah'ın ki yolu da bağlanan dostluk, bu doğumluşudu. Bu dünyada mı, ahirette mi insana yaxşı neticelerini hep geliyordu. Yani bu Allah yolundaki muhabbetin ki meyvelerinin bir kancısına söyleşi doğru geldi bir yerde. Bunun meyvesi akıl ilgililere yukarı sözler yeterlik. Şunda da ben fezekkir fe inne zikraten pe'al mu'minin. Yani bu esiltiş elbette müminlerge faydalık. Yani birinci çoğun fayda bu dostluk, şeref ve izzet. Bununki meyvesi. Dostluk bayağı şeref buludu, dostluk bayağı izzet buludu, dostluk bayağı kalbi buludu. Yani ikinci yani bir çoğun meyvesi, yani bu ahiret kelimesi, şu kıyamet günü yukarı dediğinlik edek. Allah'ın ki, erişinin mesela sayıdap oturuş. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis etken, bir halayakın bir Türk'üm adamlarga bir erişinin atrafıga bir nayet ali orundukla koyup verildi. Ulanın yüzleri tulun aydı gidek bedir ki yani 14 günlük tulun aydık bulap gidiyordu. Hem adam aşında perişan bolgan vaqtida qiyomatning perişanlıkları bula perişan bolmaydi. Xalq qo'rqib ketgan vaqtida ular qo'rqinch etmaydi. Bularda ham endişeleydigan narsa bolmaydi deganda keyin sahabe so'raydi, "Ya Rasululloh, kim ular?" deganda, ular faqat mushayat dunyoda Alloh yo'lida do'stlashganlar. Yani bu muhabbet, yani Allah yo'lida do'stlashish, Allah yo'lida bir-birini yaxshi ko'rishninki dunyolik foydasi İzzetke erişiş, kalbige erişiş, ahiretteki faydası hemen Allah'ın rızasına erişiş. Eğer yani başka koşumçu kılgan sözlü olsa, başka koşumçu kılgan söz yok. Yani biz bu anda kırındaşlık üstüde Kur'an, hadisten, ulemanın sözlerinden bazı görgen bilgen tecrübelerden sözlüdük. Muşunu hem de ilacı ve muş kırındaşlığımızı bu bir nezariyeni ameliyatı tatbiklaş için elbette biz bedel tutuşumuz lazım. Her cihetin bedel tutuşu doğru kılıdı. Şunda kırındaşlarımızın ağırlığını götürüş, ular bizge bazı hatalaşıp satsa onu keçirim kılış ve şunu okşayan kırındaşımız yolu da biz bütün varlığımızdan atayalaydıgan bir seviyeye yetişimiz lazım. Bunun için yüzümüzü köndüreş, etrafımızı köndüreş ve bazı adetteki bir xoruq gaplar bilan
aramızda soğup kaladigan, dostluğumuzu boşap kaladigan işler bo'lmaydi. Nima ish qilsa, endi bu biz bir qarindoshlar, buna Allah yolida do'stlaşdik, diniy qarindosh bo'ldik, xizmat qilyapmiz. Ammo bu aramızdaki pasifirat ba'zi bo'lmag'ur so'zlar bilan do'stligimiz, qarindoshligimiz so'g'ib qolsa, bu yolg'iz bizlar bilan tugamasdan bu umumiy musulmonlarning, jamiyatning, ummatning manfaatiga ziyon yetkazadigan, ishlarimizni aqsitib qo'yadigan, biz yaxshi ravishda xizmat qilolmaydigan, xususan diniy va ijtimoiy mayli siyosiy yo'lda xizmat qilayotgan qarindoshlar shunday ba'zi ishlar bilan qarindoshlikqa daz ketib qolsa, boshqa umumiy musulmonlarning, umumiy xalqning, vatanning, millatning, dinning manfaatiga ziyon yetadigan, ta'sir etadigan ishlar bor. Shu sababdan biz endi bu asosiy muhim g'oyaga yetish uchun bu oramizdagi ba'zi ishlar sababdan bizning bu qarindoshligimizga daz ketadigan, buziladigan va bu bizni haqiqiy ulug' g'oyadan to'sib qoladigan ish bo'lmasligi lozim. Mening qo'shim chiqib qo'yiladigan masala o'shanda. Hadisda bashorat qilingan şeytan o'zininki nimalarga, qo'l ostidagilarga, shaytonlar, kichik shaytonlarga xizmat taqsim qilib, onun xizmatini surishti qilib, bugun nima ish qilding, sen nima ish qilding desa, bisman birodarni ozdirib baraq chiqizib bisman eskishini qilg'izdim desa, hamma deb kelib, onun amallari hech qanaqa yaramaydi ekanda. Ana axir sen nima ish qilib kelding deb birsin so'ragan ekan, men Alloh yo'lidagi cho'ng muqaddas bir ishlarni xizmatni qilayotgan ish qarindoshining o'tirisini buzib keldim degandan keyin sen yaraydi ekansa. Kelsen bugün tap hukukun üstü dep östürüldüğünü. Demek bu hadisten biz nasının bizge nait çoğun bir işaret çıktı ki bu mühim hizmet üstüde qarindoshlik ne kadar mühimligi. Bu mağlup olsa, bu qarindoshlik buzulsa şeytanni hoş qilamiz. Nurg'un ummatga ziyon ekildi. Demek bu qarindoshlik shaxsiy meselesi emas. Bu ummat meselesi, millet meselesi, din meselesi. Hürmetli qarindoshlar, programımızın bir yerde ahırlaştırımız. Qimmatli vaqtinglarni berganinglarga rahmat aytamiz. Programmani suratga elish, to'g'ri yo'llash xizmatlarini qilib kelayotgan qarindoshimiz Odiljonga minnatdorligimizni bildiramiz. Yana qayta uchrashish umidi bilan har biringlar bilan bu yerda xo'shlashamiz. Xayr, xo'sh, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.